Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Hammanglarni kelib kelayotgan Xudo xolasa ozgina qoldi. Ramazon oylari bilan tabriklab qolamiz. Shunga biz chiroyli xalqimizga aksiya e'lon qilarik inshaalloh. Xo'p, gapni ko'paytirmaymiz. Do'stlar, bunimizni bilasizlar, bizda 275 doim standart konvertning 3 quroli bilan. Xo'p, bularimizni biz 5 million so'm qo'yganmiz vodiy ichi dastavkasi bilan. Endi shunimizni 4,5 million so'mdan qo'ydik. Vodiy ichi dastavka. Bizda bilasizlar, hammasi akril bo'ladi, yana keyin 100% pix bo'ladi bilasizlar. Doskasining usti 3.8 qalalikda bo'ladi. Rossiyskiy 275 imizda tortmasi oddiy, vakuum emas. 3.40ligimizda tortmasi vakuumlik. Xo'p, bunimizni biz 8 million qo'yganmiz. Shuni endi chegirma qilib vodiy ichi dastavka ustanovkasi bilan birga 7 million so'm. Xo'p, bu qachongacha amal qiladi desanglar, xo'p, bugungi chesla 12-fevral, shundan boshlab Ramazon oyi tugagunga davr bemalol xarid qilishingiz mumkin. Laminatni narxida akrillik ish olasizlar. Xudo xolasa 4 metrlik joyizga xolodilnigi bilan tushadi. Zakazga tayyorlasiz buni, xolodilniklari bilan 12 milliondan oshib ketadi. Xo'p, bu tayyor holatda. Rasvetkilari mavjud, ko'rishingiz mumkin, har xil seriyasi. Xo'p, bunisi 4 metrlik so'raganlarga 11 million so'mga ma'lumot beramiz. 4 metrga 260 rasvetkilar. 270 lar rasvetkilari mavjud, ko'rishingiz mumkin. Har xil bemalol aloqa chiqarasizlar. Xo'p, laminatni narxida akril narsa, zavodskoy stalishniца, qalin 3.8 lik seriya yoqi. Mo'ykasi, semistitl sushurkasining o'zi ham do'stlar 500 mingga boradi. Bonusi 500 mingga boradi. Har xil variantlari bor, rasvetkalar bor. 275 3.40 ishlar. Shoshilinglar, ulguringlar, Ramazonga foydalanib olinglar. Ertamanda saharlikda, qo'qonliklarda iftorga esa qo'qonliklarda ovqatlarni tayyorlab chiroyli tarzda qilib, yana bitta narsa aytib o'tdik. Gaz vitishga kerak bo'lsa, uni ham qo'shib olamiz. Uni pulini o'zini qo'shib beraman xolos. 5 millionga olsa 5 million qo'shib berasiz, 1 million olsa 1 million gaz vitishgani o'ziga. Bemalol aloqa chiqaringlar. Pastda nomerlar qoldiramiz.